Amir Temur 1336-yil 9-aprel kuni Kesh yaqinidagi Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi Amir Muhammad Tarag'ay turk avlodining barloslaridan bo'lib, Movarounnahirda o'ziga yarasha obro'-e'tiborga ega nufuzli ziyolilardan bo'lgan. Uning ota-bobosi afsonaviy turkiy Alan quva shajarasidan kelib chiqqan bo'lib, Chig'atoy ulusining saroydagi obro'-e'tiborli kishilari qatoridan joy olgan. U shaharlar qurdirdi, olimlarni e'zozladi, hunarmandni boshiga ko'tardi. Uning uchun vatan muqaddas. Uning himoyachilari esa eng oliy hurmatga loyiq edi. 690 yil o'tsa-da, biz hamon o'sha buyuk quruvchilik maktabining davomchilarimiz. Dunyoni kuch bilan emas, balki aql bilan zabt etishni mumkinligini isbotlab bergan insondir bu. Har bir qarorida adolat, har bir qadamda hikmat izlagan insondir bu. Bu inson hozir oramizda yo'q, ammo u qurgan moviy saltanat hamda u qoldirgan tuzuklar hamon hayot yo'limizni yoritib kelmoqda.